Defenbaxiya bananani kichkina qalamchalari. Ko'pgina holatini ko'rsatmayapmiz, ozgina holati. Bitta, ikkita, 3 dona bor. Xolos. Bunaqa holatda tomir o'tadi. Bu asha qalamchasidan, tanasidan kesib ko'paytirilgani. Sog'lom. Bu Defenbaxiya Camilla degan sort adashmasam. Bitta shunaqa qalamchadan chiqib, mana ko'chat holatiga kelib 100 ming, 120 minglik anaqaga kirib bo'lgan, gul bo'lgan payti uje. Yana bir oy o'ssa 3 tabakli, 4 tabakli bo'lsa gul bo'ladi xolasa. Bular hali qalamcha bo'lib turibdi. Mana moyam detka yonboshidan bergan. Bittasi agronomiyani ko'paytirib, chachishtirib, shunaqa qilma chachishtirilmaydi, shunaqa qilinadigan joy. Mana ham o'tgan yil o'lib ketuvdi. Tagini olib, gruntini zo'r qilib ekib qo'yilgan. Vobshe go'zal bo'lib o'syapti. Mana silver jichcha quyosh yetmagan, shuning uchun sariq qilib qo'ygan. Limonli bo'lib.